Onlarına rahmet gelsin. Babalarım isen sağ olsun. Biz de varımızda isen sağ olun. Eyde git barık da meşitke. Ayacağız barabız. Meşitke dedi. Ayacağız mı bugün biz indi özümüzden hürmetli yetakçımız, dostumuz, deputatımızı esке alabız. Mirziyan Abduluş isteligine şunday alı zor şara o'tkazamiz Qamışlı avulunda. Onun boshqargan ishlagan ishlari bek ko'p. O'sha avul uchun, xalq uchun tirishdi har vaqt. Anga endi biz har vaqt rahmatli. Ham G'aliya opaga bek zo'r rahmat, ularning bolalarına, turmush iptashina ham barliq Qamışlı avul xalqina shunday yigit o'stirganlar uchun Alloh zo'r rahmatimizni yetkazamiz. Biz endi uni unutarga tegish tugul, bir qachonda onun o'rni jumaqta bo'lsin. Bizga shulay esga olirga har vaqt anga bek zo'r rahmat barliq kelgan qonaqlarga, avuldaşlarga, ham endi in Alloh zo'r rahmat G'aliya opaga shunday ul o'stirgani uchun bek zo'r rahmat.